15. Bab. Mulayim cevap basar g'azabni, qo'pol so'z qo'zg'ar achchiqni. Donolarning so'zi bilimga jalb qilar, ahmoqlarning og'zidan nodonlik yog'ar. Her yerga tushar Parvardigorning nazri, kuzatib turar u yaxshi yomonni. Hayotlik darg'idur muloyim til, kishining ruhini tushirar hiyla mikrlik til. Rad qilar ahmaq otasining tarbiyasini, ziyrak bo'lar tanbihga quloq solg'uchi. Uyda mol bayliq bo'lar haqqoniyning, bala qazo elib kelar topqini yomonning. Bilim tarqitar dononing tili, uningga o'xshamas aqlsizning dili. Parvardigorga yerginishlikdir yomonlarning qurbonligi, uning xursandligidir odillarning duosi. Parvardigorga yerginishlikdir yomonning yo'li, yaxshi ko'rar u haqqoniylikni izdigüchini. Duch kelar qattiq jazoga to'g'ri yo'lni tashlag'uchi, halok bo'lar tanbihini rad qilg'uchi. Parvardigorga ayon tursa o'liklar makoni, texmu ayon bo'lmasmi insonlarning dili. Masxara qilg'uchi tanbihni yoqtirmas, donolarning oldiga u barmas. Ko'ngil shod bo'lsa xushchiroy bo'lar, qalb azoblansa ruhi sunar. Tashna bo'lar bilimga aqlning yuraki, qanoat topar dadollikdan aqlsizning og'zi. Kambag'alning her bir kuni mushaqqatlikdir, lekin u ko'nglini shod tutsa doimo ziyofatda bo'lgandakdir. Mol boyligi bilan tashvishda o'tgandin, afzaldir oz dunyo bilan ayminib o'tgan Parvardigordan. O'ch adovat ichida bordigan malning go'shtini yegandan ko'ra, afzaldir ko'ktat yegan mehr muhabbat ichida. Kirikkak jidal chiqirar, savrchan talash tatishlarni tinchlandirar. Hurunning yo'li go'yo tikanlik chatqonlikdir, durustning yo'li bo'lsa dog'dam yo'ldir. Şatlandırar aqlliq o'g'il otasini, kamsitar aqlsiz onasini. Ahmoqligi bilan xush bo'lar aqli yo'qlar, to'g'ri ish ko'rar aql idroqliqlar. Pilallar mag'lub bo'lar maslahat bo'lmaganda, muvaffaqiyatlik bo'lar maslahatchi ko'p bo'lganda. Joyida berilgan javob kishini xush qilar, dal vaqtida qilgan so'z ne kadar yaxshidir. Donoga uzun ömür beg'ishlar hayotlik yo'li, o'liklar makonidan yiroqlashtirar uni. Parvardigor vayron qilar takabburning uyini, saqlab qolar tul xotinning öy zeminini. Parvardigorga yerkinishlikdir yomonlarning o'y fikri, sop bilinar oq ko'ngilning yiqimliq so'zlari. Ochko'z kishi o'z oilasiga kulpat keltirar, parxo'rlikdan nafratlanguchi uzoq ömür ko'rar. Haqqoni odam o'zini dangsab so'zlar,
Yaman odamning og'zidan shumluq töküler. Perverdigar yamandın yiroq turar. Haqqoniyning duasıga u quloq salar. Xushchiroy ko'ngilni shodlantirar. Xushxabar ustixonga et qo'ndirar. Hayotlik beradigan tanbihga quloq sag'alla, donolar orasida yashar. Tarbiyani rad qilgan o'zini xor qilar, tanbihga quloq solgan aql topar. Perverdigardan ayminish odamga donolik o'gitar. İzzet hürmetning oldida kichik fe'llik yurar.